Assalomu alaykum. Shu oranggohga sig'ilgan barliq qayrdoshlar. Endi bu bejondagi muzikantlarniki azroq quloq solib qo'yinglar. Men ishim emas, shunaqasini gapimga azroq quloq solib qo'yaman. Bejondagi muzikantlarniki birga sig'ilmaqay, xuddi bejonda neft chiqqandek ta'sir bu. Shunga bundan burun sig'ilganmi, men uqmayman, lekin men kelganimda bejonda shu yo'lda ishni yapmamış, birinchi qitim sig'ilish emas. Hamda bu mening uchun nihoyat ahamiyatli bir ish. Ameliyatga bosib, oyda bir sig'ilsak yaxshi bo'ladi. Lekin ana ro'znomadan bir silo amal yo'q. Shu bir qitim bo'lib qoldi. Xudoyim bo'lsa, ro'znomaga qarab qolmasmiz muzikantlar, ha? Shundaymi ya? O'zimizni bilib degandek, tamam ko'plarlar ishlar sig'ilishib, maqsad bir. Maqsadimiz shuki, bir-birimiz bilan inam o'tib, birlashib, uyg'ur muzikasiga kuch qo'shish. Mendan burun kelgan akalarim davomlashtirgan yo'lni mana shu yo'lda men davomlashtirdim. Bundan keyin biz tirishib, o'shani yo'lni besib, uyg'ur muzikasini taraqqiy qilishga tirishimiz. Gapimni dahshat astoydil o'qib rahmat. Ben qo'limdan kelgancha bir numara o'rnab turman. Yaxshi chavo chapasida, yoqmasa chamay chimib o'tirmasanlar bo'ldi. O'zimga o'z gap. Ben çağırdı çalmaya da kapı koygan yep bir odam okumuna kapı çağırmaya çalışmazlar için.
Eli hazır emas. Eli mendan burun Beijing'e keladi. Uyg'urning taplarini, dumboqlarini dunyo sahnalariga chiqqan. Va Beijingda o'ziga yarasha yuzabray topgan yaxshi muzikantlardan Nurmuhammad akamiz, Azmat akamiz bilan birga uchimiz bir numara o'rnattiramiz. Hazır emas, Eli.